Assalomu alaykum. Siz Sport olami kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun sizlarga O'zbekistonning eng qimmat futbolchilarining 10 taligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Fozil Musayev. Eronning Sepahan jamoasida to'p surayotgan Fozil Musayevning narxi 400 ming yevro bo'lib, Fozil o'z klubining eng qimmat futbolchilari ro'yxatida 7-o'rinda turibdi. Musayevning narxi o'tgan yilgidan o'zgarmagan bo'lib, O'zbekistondagi qimmat futbolchilarning ichida 10-o'rinni egallab turibdi. Anzur Ismoilov. Xitoyning Changchun Yatay klubida harakat qilayotgan Ismoilovning narxi ham 400 ming yevroni tashkil etmoqda. Changchunda Anzurdan qimmatroq bo'lgan faqatgina 2 futbolchi bor bo'lib, 9-o'rinda turadi. Aleksandr Genrix 500 ming yevro. Qozog'istonning Oradabasi klubi sharafini himoya qilayotgan Genrix jamoaning 4-raqamli qimmatbaho futbolchisi bo'lib turibdi. Azizbek Haydarov 500 ming yevro. Haydarovning narxi o'zgarmadi. Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Shabob jamoasida o'ynayotgan Azizning ham narxi Genrix singari 500 ming yevro etib belgilangan. U o'z jamoasidagi eng qimmat futbolchilar ro'yxatida 3-o'rinni band qilib turibdi. Sanjar Tursunov 1 million yevro. Transfermarket portalida Tursunovning narxi o'tgan yilgiga qaraganda 200 ming yevroga arzonlashganini ko'rish mumkin. Ammo 29 yoshli yarim himoyachining bu yil Ukrainaning Verskala jamoasida Qatarning Umsalal klubiga 1,7 million yevroga transfer qilgani haqida ma'lumot berilgan. Ignatiy Nesterov 1 million yevro. O'zbekiston terma jamoasi tarixida eng ko'p uchrashuv o'tkazgan darvozabon. Nesterovning narxi oldingi yilgidek 1 million yevroligicha qolgan. Toshkentning Lokomotiv darvozasini qo'riqlayotgan Ignatiy Osiyoning eng qimmat posbonlari o'nligidan joy olgani ham diqqatga sazovordir. Server Jeparov 1,3 million yevro. Osiyoning 2 karra eng yaxshi futbolchi sifatida e'tirof etilgan Jeparov 1,3 million yevroga baholangan. Server bu yili Janubiy Koreyaning Ulsan jamoasidan Toshkentning Lokomotiv klubiga ko'chib o'tdi. Sardor Rashidov 1,3 million yevro. Rashidovning narxi 1 yil ichida 9 barobarga ko'paydi. Qatarning Al-Jaish jamoasida to'p surayotgan 29 yoshli hujumkor yarim himoyachi o'z klubidagi eng qimmat futbolchilar ro'yxatida 4-o'rinni band etib turibdi. Vitaliy Denisov 7 million yevro. Turkiya va Italiya klublari qiziqish bildirgan Denisovning transferi 7 million yevroga baholangan. Rossiyaning Lokomotiv klubi sharafini himoya qilayotgan Vitaliyning narxi o'tgan yili bilan solishtirganda 1 million yevroga oshgan. Ahamiyatli jihati, temir yo'lchilarda Denisovning qimmat faqatgina bir futbolchisi bor xolos. Odil Ahmedov 8,5 million yevro. Ahmedov mana bir necha yildirki O'zbekistonlik eng qimmat futbolchi nomini begona qilmay kelmoqda. Rossiyaning Krasnodar klubida faoliyat yuritayotgan Odilning narxi 8,5 million yevroga teng. 29 yoshli yarim himoyachi o'z jamoasida eng qimmat futbolchilar orasida 3-o'rinda qayd etilgan. Sport olami kanalini kuzatib borishda davom eting.